Ana milliy sertifikat endi admin bo'ladimi? Hozirgina oliy ta'limda matbuot anjumani bo'lib o'tyapti va bunda demak o'sha milliy sertifikat olgan talabalar sonining abituriyentlarning soni nihoyatda ko'paygani, maksimal ball o'rtasida qo'pol qilib aytganda, sodda qilib aytganda talash bo'lib qolayotganligi aytilyapti. Nima bo'ladi endi? Qanaqa meni taxminim bor. Bu joyda endi ozginalik umumiy javob berilyapti. Nima bo'lishi mumkin? Xo'p, birinchisi milliy sertifikat savollari ancha qiyinlashadi. Milliy sertifikat olish oson bo'lmay qoladi. Ikkinchisi, sertifikatni yoniga qo'shib endi portfolio chet elda bor. Bu chet el universitetlarida bor. Abituriyentlarning portfolio yig'ishi, boshqa sertifikatlar yuklashiga talab qo'yiladi. Va uchinchisi, MDH mamlakatlari, xususan Qozog'iston va Rossiyaga o'xshab oldindan bor edi. Bu anaqa YGga o'tishimiz mumkin. Ya'ni maktabni bitirish paytidayoq yagona davlat imtihoni topshirish tizimiga o'tiladi. Shu bilan saralash boshqacha bo'ladi. Xullas, taxmin. Sertifikatni umri uzoq emas. Menimcha maksimum yana 1-2 yil bosib olish kerak, foydalanish kerak. Salomat bo'linglar.